Assalomu alaykum. Efirda siz nima deysiz ko'rsatuvi. Assalomu alaykum. Odatimizga ko'ra bugun ham jamiyatimiz uchun muhim yo'nalishlarda dolzarb mavzularda fikrlashda, mulohaza yuritishda davom etamiz. Erta nikohlarning oldini olish, sog'lom oila garovi. Bugun studiyamizga taklif etilgan ekspertlar, mutaxassislar yordamida mana shu dolzarb mavzuda fikrlashishni maqsad qilganmiz. Xuddi shunday. Oila jamiyatning eng muhim ijtimoiy instituti hisoblanadi. Jamiyat barqarorligi, aholining farovonligi va davlat taraqqiyoti ko'p jihatdan oila mustahkamligiga bog'liq. Shu bois yoshlarning sog'lom, bilimli va ma'naviy yetuk insonlar bo'lib voyaga yetishi, oila qurishga tayyor bo'lib hayotga qadam qo'yishi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Erta nikohlarning oldini olish, yoshlarning ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish va ularni mustaqil hayotga tayyorlash masalasida amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan fikrlar, yangi ma'lumotlarni bilish istagida biz studiyamizga mutaxassislarni taklif qilganmiz. Demak, erta turmush qurishning ta'lim olishga ta'siri haqida gaplashsak. Dastlab Nargiz opa, marhamat, siz boshlab berasiz. Marhamat, Nargiz opa. Assalomu alaykum. Biz bilamizki, oila jamiyatning bir bo'g'ini hisoblanadi. Shunday ekan, bu oilani qurishning o'zining sabab va mohiyatlari juda ko'p. Erta turmush qurishning ham shunga yarasha o'zining salbiy oqibatlari mavjud. Bilamizki, jamiyatimizda turmush qurish yoki oila qurish 18 yoshdan keyin deb belgilangan qonunchiligimizda ham. Shunday ekan, barcha qizlarimiz yoki turmush qurayotgan yosh avlodlarimiz hammasi mana shu yoshga rioya qilishini so'rab qolamiz. Agarda erta turmush qurish yoki erta oila qurish yoki erta nikohdan o'tish holatlar yuzaga keladigan bo'lsa, biz bu hamma vaqt jamiyatga hamda oilaga, shu bilan birga o'sha turmush qurgan yosh avlodga ham ta'sir qiladi. Bundan tashqari mana aytamizki, ta'limga ta'siri deyamiz. Albatta mana shu ta'lim olishiga ham ta'sir qiladi. Chunki 17 yosh, 16 yosh bo'ladigan bo'lsa, qizlarimiz hali ular maktabda o'qiydigan yoki institut, oliygohlarda ta'lim olayotgan bo'ladi. Shunday ekan, oila qurish qaysidir sabablarga ko'ra, agar oila quriladigan bo'lsa, o'sha oilaga, o'sha ta'lim tarbiya oladigan muassasasiga ham, o'ziga ham juda katta ta'sirlarga ega bo'ladi. Demak, maktablarga yoki o'sha oliy o'quv yurtlariga bora olmaydi yoki bo'lmasam o'shani oxirigacha davom ettira olmaydi. Shuning uchun qizlarimiz, yoshlarimiz yoki yigit qizlarimizni ham mana shu erta turmush qurishlariga doimiy ravishda haligi qarshilik yoki tushuntirish ishlari olib boriladi. Tushunarli, Nargiz opa, rahmat fikrlari uchun. Demak, yetarli darajada bilim olishga imkoniyat bo'lmaydi. Yana kimda qanday fikrlar bor? Aynan erta nikohning ta'limga ta'siri qanday bo'ladi? O'g'il opamda fikr bor, eshitamiz. Erta nikohning ta'limga ta'siri birinchi o'rinda shunaqaki, oila nima uchun quriladi? O'sha oilada kelajak avlodni davom ettirish uchun qiz bolalarimizni erta turmush qurishini oladigan bo'lsak, erta turmush qurgandan keyin albatta farzand dunyoga keladi. Onalik shunaqangi bir murakkab jarayonki, u ayol, u qizimiz onalikni davom ettirish bosqichida bor kuchini o'sha oilaga bag'ishlaydi. Shuning uchun ham hozirgi paytda butun jahonda erta nikohlarning oldini olish degan problemani faqat bu O'zbekistonda emas, butun dunyoda shu muammoga qarshi kurashilyapti. Bu Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan, UNICEF tomonidan ham 18 yoshgacha bo'lgan nikohlarga shu yoshlarni ta'lim olish va kelajakda bir yaxshi inson, rivojlangan inson bo'lib yetishishligiga xalaqit berayotganligi uchun ham bu narsaga qarshi butun dunyoda kurash olib borilmoqda va shu bilan birgalikda O'zbekistonda ham shu uchun qonunchiligimizda 18 yosh deb bekorga belgilab qo'yilmagan. 18 yoshgacha o'sha qizlarimizda, men ginekologman, aynan qizlarimizda organizmi ham hali onalikka tayyor bo'lmaydi. Dunyo qarashi ham hali onalikka tayyor bo'lmaydi va albatta bu ta'lim olish huquqidan ozgina bo'lsa ham mahrum qiladi yoshlarimizni. Rahmat, ana o'sha dunyo qarashiga, o'zini shaxsiyatiga qanchalik darajada erta nikoh ta'sir qilishi mumkin? Marhamat. Biz bilamizki, xalqaro bola huquqlarini konvensiyasida shu 18 yoshga to'lmagan shaxslarni bola deb
qaraladida. Endi shu 18 yoshdan oldin, ya'ni 16-17 yoshda ham har xil yo'llar bilan farzandini oila qurishga majburlayotgan bugungi kunda ota-onalar mavjud. Mana shunaqa yo'llardan voz kechish maqsadida biz albatta farzandlarimizni kelajak avlod sifatida ta'limga urg'u berishimiz kerak hisoblanadi. Biz mana iqtisodiyot universitetida o'z faoliyatimizni davom ettirayotgan paytimizdan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, hozir iqtisodiyot universitetini o'sha iqtisodiyot fakultetida qariyb 30%ni qizlar tashkil qiladi. Demak, bu biz ko'rishimiz mumkinki, yoshlarimizni o'rtasida ham kelajakni davom ettiruvchi yoshlar bu onalar, qizlar, demak ular ta'lim olishga majbur va bu ta'lim olayotgan talabalarimizdan kelgusida yetuk mutaxassislar va yetuk shaxslarni tarbiyalovchi insonlar kelib chiqadi degan umiddamiz. Siz pedagogsiz, Dilnozaxonning savollar ochiq qolib ketyapti. Umuman yosh qizlarimizni erta turmushga chiqishi, oila qurishi, uni shaxsiyatiga ta'siri qanday? Tushunarli ta'limga ta'sir qilishini biz tushunib oldik. Uni o'zini tanishi, dunyoni tanishi, odamlarni anglashi degan masalalarimiz borda. Shu xususida ham fikrlar bo'lsa, marhamat. Albatta, har bir yosh 18 yoshda oliy ta'lim muassasasi talabasi bo'ladi, maktabni bitiradi. Albatta, har bir qizi o'zini shaxsiyatiga katta ta'sir qilishi, bugungi kunda qizlarimiz rivojlanishi, o'sib ulg'ayishi, jamiyatda o'zini o'rnini topishni xohlaydi. Va har qanday to'siqlar ularni ta'lim olishiga, bu ularni o'sishiga, ulg'ayishi, jamiyatda o'z o'rnini egallashiga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Oliy ta'lim muassasalariga ular 18 yoshda qadam qo'yishadi va bakalavr darajasini qariyb 22 yoshgacha davom ettirishadi. Men shu narsani ta'kidlab o'tmoqchimanki, prezidentimizning yaqinda chiqqan ayollar va bolalarni huquqlarini himoya qilishni qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonlariga ko'ra, 21 yoshdan keyin turmush qurgan yoshlarga juda katta imtiyozlar juda katta imtiyozlar ochib berilyapti ularga. O'sha davlat tomonidan berilayotgan har qanday grantlar, suddalar yoki subsidiyalarni ajratilishi bugungi kunda hukumatimizning yana ham o'sha qizlarimizni himoya qilish, ularni o'sib ulg'ayib o'z jamiyatda o'zini o'rni topishga juda katta yo'l ochib beradi deb o'ylaymiz. Va shuna statistika ma'lumotlariga ko'ra bugungi kunda dunyoda har yili 12 milliondan oshiq qizlar erta turmush qurishi ko'rsatilmoqda va bu O'zbekistonda 2024-yilda qariyb 1 milliondan oshiq qizlarimizning 18 yoshgacha turmushga berilganligi ko'riladi. Bu albatta bizga salbiy ko'rsatkich, lekin juda katta raqam. Shuncha shu borada hukumatimiz tomonidan olib borilayotgan bunday davlat darajasidagi islohotlar erta turmush qurishni, qizlarimizga yana yangi imkoniyatlar yaratib, ularni o'sib ulg'ayishi va oilada o'zini o'rniga, farzand tarbiyasiga ega bo'lish uchun keyinroq o'zini ustida ishlab, oliy ma'lumotli bo'lib, jamiyatga kerakli kadr bo'lib yetishibgina keyin turmush qurishi albatta baxtli maqsadga muvofiq va sog'lom oilani garovi bo'ladi deb albatta. Rahmat Sayyor opa fikrlar uchun. Demak, yana bir ma'lumotlarga e'tiboringizni azizlar qaratmoqchiman. To'liq tug'ish yoshiga yetmay homilador bo'lish natijasida jahonda har yili 15 million nafarga yaqin chaqaloqlar muddatidan oldin dunyoga keladi va ularda turli xil nimjonliklar, kasalliklar, xullas salbiy oqibatlar kuzatiladi. Afsuski, ko'plab yosh qizlar erta onalik, homiladorlik asoratlarini keltirib chiqarishini, tug'ruq paytida o'lim xavfi o'rtacha darajadan ancha yuqori ekanligini bilishmaydi. Erta nikohning ona va bola salomatligiga ta'siri haqida tomoshabinlarimiz, ya'ni aholi e'tibor berishi kerak bo'lgan muhim jihatlar haqida yana mutaxassislarimiz fikrlari orqali bildirishsa yaxshi bo'lardi. Marhamat. Assalomu alaykum. Avvalambor haqiqatda aytganingizdek, ko'pgina akusherствоda, ya'ni o'sha akusherlikda kuzatiladigan asoratlarning eng ko'pi yosh, ya'ni 18 yoshdan oldingi bo'lgan qizlarimizda tug'ruq vaqtida, tug'ruqdan oldin yoki tug'ruqdan keyingi asoratlarga bog'liq bo'ladi. Buning asosiy sababi hali qiz bola yetilmaganligidir. Chunki 18 yoshni biz bolalik yoshidan olgan bo'lsak, hali 18 yoshgacha bolani o'zini rivojlanishi tugamagan bo'ladi. Ya'ni uni o'sha tayanch harakat tizimi, mushaklar tizimi, avvalambor gormonal tizimi ham to'liq rivojlanmagan bo'ladi. Tayanch harakat tizimini rivojlanmaganligi bu o'sha tug'ruq paytida homilaning o'sha oldin kelgan qismi tozmi yoki boshi bilan
onaning tozi o'rtasiga mutanosiblik, ya'ni to'g'ri kelmasligiga olib keladi. Bu albatta kech jarrohlik amaliyoti, kesar qirqish amaliyotiga kech olishga olib keladi. O'z vaqtida aniqlash qiyin bo'lgani uchun, chunki bu hali bola. Yoki o'sha paytda bola shikastlanish bilan tug'ilishi mumkin bo'ladi. Gormonal tizimidagi yetishmovchiliklar esa asosan o'zimiz aytib turgandek, haligi bolani hali to'liq gormonlar rivojlamagan bo'lgani uchun bu bolani, homilani u oxirigacha yetkaza olmaydi. Chunki bolaga o'sishi, rivojlanishi uchun bu kattagina bir sistema hisoblanadi. Bu tizimni boshqarib beruvchi asosiy tizim yoki asosiy boshlovchi bu ko'p hollarda qalqonsimon beziga bog'liq bo'ladi. Qalqonsimon bezi hali to'liq rivojlanib bo'lmagan, ya'ni o'sha gormonal muhitga hali moslashmagan paytda ayol homilador bo'ldi. Endi homilador bo'lgandan keyin 2 barobar ayolga ko'proq kerak bo'ladi gormonlarning taqsimlanishi. Bu shu paytda aynan bolaga yetmaganligi uchun ko'p holatda bola tushish xavfi yoki bolani muddatdan oldingi tug'ilish xavfi va ko'p uchraydigan bolani o'sishdan orqada qolish xavfi ham kuzatiladi. Rahmat ma'lumotlar uchun. Gulchehra opa, bormi yana fikrlar, ma'lumotlar va qolgan? Marhamat. 18 yoshgacha bo'lgan nikohlar orasida onalar va bolalar o'limi 25-29 yoshda nikoh qurib farzandli bo'lgan ayollarga nisbatan ancha barobar yuqori ekanligi tasdiqlangan. Sababi boya hamkasbim aytib o'tganlaridek, ayol hali anatomik jihatdan farzand ko'rishga tayyor emas. Uni organlari tayyor emas. Mana shu onalar va bolalar o'limiga sabab bo'lib, hattoki erta turmush qurgan qizlarimizda aniqlanishicha ko'krak saratoni ham ko'proq uchrar ekan yosh davrlarda. Bizda bu narsalarga e'tibor berilmaydi-da, ko'pincha mana shu 18 yoshga yetmasdan turmush qurish holatlari afsuski hozirgi kunda ham ko'p uchramoqda. Demak, erta nikohni har taraflama salbiy oqibatlari bor. Aynan o'sha onaga va bolaga salbiy jihatdan salomatligiga ta'siri haqida yana fikrlarni eshitamiz. Marhamat. Erta turmush to'g'risida gapirilganda, biz ginekologlar o'zimizni ishtiyor oilamizdan kelib, o'zimizning praktikamizdan gapirib berishi mumkin. Albatta, marhamat, juda ham yaxshi bo'lardi. Chunki men o'zimda shunaqangi narsa bo'lgan. Voqea. Demak, ayol juda erta turmushga chiqqan, 2 marta bola tushishyapti. Chunki organizm hali rivojlanmagan. Keyin anamiz yiqqan, demak, so'rab surishtirganimizda, bu qizimizda o'sha infeksion kasallik bo'lgan. Infeksion kasallik bo'lgan. Ayol uydagilarga tushuntirganmiz. Davolanish kerak, lecheniya olish kerak desak, uydagilar ko'nishmagan. Yo'q, bizga demak nima kasalmand qizni jo'natishgan deb. Endi bunda hozir hamkasblarim gapirishdi, organizm yetilmagan bo'ladi. Yetilmagan organizmda mana shu 6 oy ichida 2 marta bola tashalgan. Bu juda ham katta nagruzka organizmga. Buni tiklash uchun vaqt kerak. Uyga borgan xonadonda qaynotaga navara kerak. Tezroq qad bo'lsin, naslimni qoldirsin, men to'y ko'rishim kerak, 5 to'y qilishim kerak. Shuncha odam etib qo'yganman. Endi ko'ryapsizmi, bu yerda nafaqat shu oiladagi ota-onalar bilan ham ishlashimiz kerak. Men shunaqa deb o'ylayman. Keyin orzu havaslari bilan deng. Keyin o'tgan yili UNFP tashkiloti bor, Birlashgan Millatlar Tashkilotining axloqshunoslik fondi. Shu fond bilan biz men o'zim hamkasblarim bilan Toshkent viloyatida, Samarqand viloyatida, Surxondaryo viloyatida bo'ldim. Urgutda bo'lganimizda, meni Shergemetda men ertaga o'sha qishloqqa borib kelaman. Tinchlikmisiz, bizga shuna xabar keldi, maktab o'quvchisi homilador ekan deb. Ular ketdilar ertasi kuni, menga videodan ko'rsatyapti, mana sinfdagi ahvol. Uning sinf o'quvchisi tilla qoshda, o'sha nimalarda, o'sha Samarqandga xos bo'lgan kiyim-kechakda, atlas ko'ylakda, kelin-kini dashda o'tiribdi. Homilador. Xotin qizlar kelib aytadiki, juda qiynalamiz deydi. Oilaga kirib borish juda ham qiyin deydi. Tushuntirish ishlarimiz juda ham qiyin. Chunki u yerda shu odat kirgan deydi. Chunki kattalarga demak, bu yerda biz kattalar bilan ishlashimiz kerak. Ota-onalar bilan, mahalla bilan birga chiqib ishlashimiz kerak. Demak, erta nikoh qurish faqatgina ota-onaning xohish istaklariga emas, ba'zida qizlarimizning, yoshlarimizning xohish istaklariga qarab ham qilinadi.
bo'lib ketadi. Shuning uchun bu narsalarni maktabdan yoki o'sha oiladan tushuntirish ishlari yaxshi olib borilishi yoki mukammal tushuntirishlar olib borilishi kerak deb o'ylaymiz. Endi ular hali yosh bo'ladi. Ularning ruhiyatiga ta'sir qilish natijasida homilador bo'ladigan bo'lsa, ularda og'ir og'riqlar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, yosh holatda homilador bo'ladigan bo'lsa, og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bularni ham masalan tushuntirib o'tish kerak. Har doim mahallalarga borganda yoki oilada yoki maktablarda bu narsalar tushuntirilishi kerak degan tushunchalarga egamiz. Ya'ni masalan erta tug'ruqlar. Bunday bolalar yosh agar homilador bo'ladigan bo'lsa, muddatdan oldin tug'ilishlar hamda muddatdan oldin tug'ilgan bo'lsa, o'sha bolalar yashab qolish qobiliyati ham juda past bo'ladi. Boshqa katta yoshdagi qizlarimizga yoki katta yoshdagi ayollarimizga nisbatan, bolalariga nisbatan ularning farzandlari yashab qolish qobiliyati juda kam bo'ladi. Tushunarli. Rahmat fikrlar uchun. Qiziqarli va asosli fikrlar uchun yana bir bor tashakkurlar aytib qolamiz. Bilamizki, homiladorlik vaqtida ayol organizmida juda katta o'zgarishlar bo'ladi. Bu o'rinda gormonlar harakati keskinlashadi va bu albatta bo'lajak ona uchun psixologik o'zgarishlar, hattoki muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Yosh onani to'g'ri tushunmaslik natijasida ajrimlar ko'payadi. Oqibatda esa juda yosh ona moliyaviy jihatdan nochor bo'lib, bu ko'plab muammolarga olib keladi. Ko'pincha yosh ayol asabiy va surunkali stress holatida bo'ladi va bu uning bolasiga ham ta'sir ko'rsatadi. Xuddi shunday. Mamlakatimizda ayollar va bolalar huquqlarini ishonchli ta'minlash, ularni har qanday tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish borasida olib borilayotgan ishlar bo'yicha albatta yana mutaxassislarga yuzlangan holatda ularning fikrlarini eshitamiz. Kimda qanday fikrlar bor? Aynan bu borada qanday chora-tadbirlar amalga oshirilyapti? Mana masalan, ayol shu qizimiz homilador bo'lib keldi. Bizda oldin bunaqa narsa qo'shimcha qilinmagandi. Hozir yangi qonun, yangi protokol bo'yicha biz protokol asosida ishlaymiz. Edinburg shkalasini ishlab chiqqanmiz. Demak, u yerda ayolga beriladi test, savol-javob. Edinburg shkalasida ana shu oilaviy zo'ravonlik haqida savollar berish kerak. Bu anonim. Bunga biz aralashmaymiz, qo'liga qog'ozni beramiz, ayol shunga belgilab javob beradi. Chunki bizda baribir andisha, qanaqangidir bizada mana shu sharqoniy tarbiyamiz uyalish bo'ladi, iymanish natijasida psixologik zo'riqishini aks ettirish mumkinmi? Aniqlash sistemasi bor, aniqlaymiz. Xo'p. O'sha yerda agar zo'ravonlik bo'layotgan bo'lsa, albatta bu narsani biz ichki ishlarga taqdim etamiz. Shunaqangi huquq bor bizda. Nimaga? Chunki mana hozir siz ruhiyatiga ta'sir qiladi. Shunaqangi holatlar bo'ladi, ayol tuqqandan keyin tug'ruqdan keyingi psixoz degan, nevroz degan kasalliklarimiz bor. Psixoz, nevroz kasalliklarimiz bor. Bu juda ham oqibati juda ham og'ir bo'ladi. Vaholanki ayol uydagilari, er tarafdagi uydagilari o'ylashadiki, bu azaldan demak qanaqangidir ruhiy kasalligi bor deb o'ylashadi. Vaholanki bu narsa sop-posoq oilaga bor, sop-posoq qizimiz borgan shu oilaga. Mana shu sharoit, mana shu muhit shu qizimiz shu ahvolga solib qo'ygan. Undan tashqari mana hozir aytishdi o'qish masalasida. Har bitta qiz, har bitta menimcha insoniyatga xos bo'lgan narsa, ayniqsa ayollarda intellekt o'g'il bolaga o'tar ekan. Nimaga bu narsani aytyapman? Chunki davlat sarhadlarini qo'riqlaydigan bular kim? Qizlar emas, yigitlarimiz. Baquvvat bo'lish kerak. Har tomonlama, nafaqat jismoniy, demak, nima aqliy ham. Chunki bizga xuddi har xil tahdidlarimiz bor, to'g'rimi? Shu narsaga turib berish kerak. Uning uchun tarbiyani intellektda bola o'g'il bola olar ekan onadan, qiz bola otadan olar ekan. Demak, butun jamiyatimizdagi katta postlarda kim o'tiribdi bizda? Erkaklarimiz, to'g'rimi? Demak, ana o'shalarni yaxshi yetuk qilib tarbiyalash uchun onani o'zi ham har tomonlama kamolga yetishgan bo'lishi kerak. Uning uchun kamolga yetish bu nima degani? O'qigan bo'lishi kerak. Ko'proq o'zini ustida ishlagan bo'lishi kerak. Yosh turmushga chiqsa ertaga, mana yosh turmushga chiqsa o'zi bilan ishlashga vaqti bo'ladimi? Bo'lmaydi. O'sha bolani ham vaqtida tarbiya qila olmaydi. Yana bitta narsani qo'shimcha qilib aytmoqchi edim va mana shu erta tug'ruq bolalarda yosh onadan tug'ilgan bolalarda statistika bu isbotlangan retinopatiya degan kasallik bo'ladi. Bu nima degani? Ko'z pardasini shikastlanishi. Ertaga bu bola nimaga olib keladi? Ko'rlikka olib keladi. Undan tashqari rivojlanishda ham zaiflik bo'ladi.
autizm kasalligi ham ko'pincha mana shu holatda yuzaga ko'proq keladi. uchraydi. Rahmat. Gavhar opa, Ma'lumotlar uchun Gulchehra opaga yuzlanamiz. Gulchehra opa aynan o'sha psixologik zo'riqish, o'zi umuman olganda sog'lom, yetuk ayol kishi homilador bo'lganda aynan mana shu holatga uchraydi. Bu tabiiy hol. Tug'ruqdan so'ng ham bu davom etadi. Bu tibbiyotda ham isbotlangan, to'g'rimi? Marhamat, mana shunday ayollarga qanchalik yordam berasiz shifokor sifatida, uning psixologik zo'riqishi, ruhiyatiga ta'siri bu holatni? Yuqorida aytib o'tishdi mutaxassislarimiz, homilador, o'sha erta homilador bo'lganda qizlarimizda gormonal o'zgarishlar yuzaga kelib chiqadi. Buning natijasida demak erta homilador bo'ldimi, bu ayolimizda psixologik, psixoemotsional holatida ham keskin o'zgarishlar bo'ladi. Demak, bular ko'proq stress holatlariga chalinish holatlari yuqori bo'ladi. Mutaxassisimiz aytib o'tdilar, shu homilador, yosh homilador ayollarimizda birlamchi tibbiyot zvenolarida shu homiladorlarimiz poliklinikaga kelganda o'sha Edinburg shkalasi bo'yicha psixoemotsional holatini baholash o'tkaziladi. Demak, bu bizga ayolimizni shu uydagi sharoitini, uydagi muhitini yanada chuqurroq bilishimizga, o'rganasiz, demak, oilaviy muhitni o'rganishga juda katta yordam beradi. Demak, kelajakda bu ayollarimizdagi tug'ruqdan keyingi bo'ladigan o'sha stress holatlarini, postrodavoy depressiya holatlari bo'lishi mumkin. Shularni oldini olishda juda bizga katta ko'mak beradi. Mahalla xotin-qizlari bor. O'sha mahalla xotin-qizlari bilan ham birga tibbiyot xodimlari ishlanadi. Agarda yosh oila turmush qurgan bo'lsa, bu o'sha shkalalarda belgilangan xavflar aniqlanadigan bo'lsa, birdan o'sha mahalla yettiliklari bilan ishlanib, ularga psixologlar yoki boshqa turdagi mutaxassislar jalb etiladi. Hamda ularning muammolarini oila davrasida yoki o'sha o'zaro ota-onalar davrasida, turmush o'rtog'i davrasida hal qilishga yordamlashadi. Yaxshi, juda ham yaxshi fikrlar bo'ldi. Sizni eshitamiz. Marhamat. Qilmoqchi edim. Xususan biz markazimiz tomonidan tibbiy ko'riklar o'tkaziladi, ya'ni maktablarda, oliy o'quv yurtlarida o'smir qizlar bilan shu suhbatlar, tibbiy ko'riklar o'tkazamiz va ularning sog'lig'ini tekshiramiz. Xususan ularni tekshirish jarayonida shu narsani o'zim o'smir bolalar va o'smir qizlar ginekologi sifatida shu narsaga guvoh bo'lamanki, ayrim qizlarimiz, shu o'smir yoshdagi qizlarimiz bilan suhbat chog'ida o'zlarini avvalo o'zlarini hali organizmini yaxshi tushunishmasliklarini va uylarida avvalo qiz bolaga kim do'st? Onalari bilan yetarlicha muloqot o'rnatmaganliklarini o'rnatilmagan va ularni o'rtasida ya'ni samimiylik, do'stlik aloqalari yo'q. Shularga guvoh bo'lamiz. Buning natijasida qiz o'zidagi endi har bir muammolar, o'zgarishlar haqida yetarlicha onasiga ma'lumot yetkazib bera olmaydi. Onalari ham bu narsa bilan qiziqmaydi va e'tiborsiz qolib ketayotgan holatlardan biri. Buning natijasida onalarimiz ham bu narsaga e'tibor bermasdan agarda qizlarini shu erta turmushga berish oqibatida mutaxassislarimiz aytib o'tganlaridek organizmda keyinchalik o'ziga albatta salbiy tomonlarini ko'rsatishni boshlaydi. Ya'ni vaqtida aniqlanmagan xastalik keyinchalik o'zini yuzaga keltirib chiqarib ertaga u qizni kelajagiga o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Shuni aytib qolardimki, onalarimizdan iltimos qilardimki, uylarida qizlar bilan muloqot qilishlarini, ular bilan nima deydi, masofa saqlamasdan iloji boricha do'st bo'lishlarini istab qolardim. Avvalambor hozir mutaxassisimiz to'g'ri aytdilar. Biza biror bir fojia ro'y berganda har doim atrofdan qidiramizda, kimdir aybdor deb. Shifokorlar oilasida katta bo'lganman. Shunaqa narsani unutish kerak emaski, qizlar agar yetarlicha o'ziga to'g'ri informatsiyani olmasa, ular chetdan ma'lumot qidira boshlaydi. Shuning uchun uydagi onalar agar qizi bilan o'sha muloqot qilishga har xil vaqtda uyalsa, boshqa qilsa, buni bizga kitoblar berishardi. Ko'p maqolalar, kitoblar, keyin o'sha haqiqatda tibbiy jihatdan qizlar o'zi tushunadigan sodda qilib ishlangan kinolar bor. Biza shu kinolarni maktabda qo'yib berishimiz kerak, qizlar ko'rish kerak uni birinchidan, ikkinchidan asoratlarni ko'zini oldiga keltirsagina, faqatgina o'shandagina bu qiz hali bola.
bola ko'p bolaga asoratni ko'rsatsa ular qo'rqadi. Hali bizda shunaqa-ku, manu deb qo'rqitish boshlaymiz. Sababini ha. Aynan bu narsa uyda boshlanishi kerak. Ya'ni uyda ona, ota, endi ota asosan o'g'illar bilan gaplashadi. Bizda hozir erta turmush deb qizlarning orasida gapiryapmiz, lekin men o'zim ko'raman, erta turmushga erkaklarimiz ham bor. 1%ni shuning orasida erkaklar ham tashkil qiladi. Bu eng yomon holat, chunki bular 1 yil 2 yildan keyin albatta bu turmushda boshqa muammolar kelib chiqadi. Keyin hozirgi aytilayotgan foizlar shuki, aynan bizda o'sha hisobga olingan holatlarni aytadi. Lekin hisobga olinmagan, faqat shar'iy nikohlar haqida ham o'ylash kerak. O'sha shar'iy nikohlarni yana ham nima deydi, jilovlash kerak deb o'ylayman. Bizlar shifokorlar nigohida shunaqa narsaki, oila nimaga quriladi? Nasl davom ettirish uchun. Erta qurilgan nikohlardan tug'ilgan bolalarning yetib bo'lmasligi yoki boshqa sabablar birinchi o'rinda o'sha oilaning naslini davomchilari sog'lom bo'lmasligiga olib keladi. Shuning uchun men ota-onalarimizga aytardimki, erta nikohni o'ylagan paytda birinchi o'rinda o'zlarining nasllarining sog'lomligini o'ylab ko'zlarini oldiga keltirishsa, menimcha bu narsadan qaytishadi. Rahmat fikrlar uchun. Ilmiy asosli fikrlaringiz uchun alohida rahmat aytamiz muhtaram ekspertlar. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq nikoh yoshi erkaklar va ayollar uchun 18 yosh etib belgilangan. Bu norma yoshlarning oilaviy hayotga jismoniy va ma'naviy jihatdan tayyor bo'lishini ta'minlashga qaratilgan. Qonunchilikda voyaga yetmaganlarni nikohga kiritish yoki nikohga majburlash holatlari uchun ma'muriy va hatto ayrim o'rinlarda jinoiy javobgarlik belgilangan. Erta nikoh va erta tug'ruq kabi illatlarga qarshi kurashish va maqbul tug'ruq oralig'i hamda sog'lom oilani shakllantirish borasida shifokorlar, demak mahalla, xotin-qizlar faollari va diniy ulamolar hamjihat bo'lishi muhim hisoblanadi. Zero milliy genofondni asrash bu kelajakni asrash demakdir. Hurmatli ekspertlarimiz, ko'rsatuvimizda qatnashganingiz, aziz tomoshabinlarimiz esa bizni ko'rganliklari uchun, tomosha qilganliklari uchun minnatdorlik bildiramiz. Yana efir orqali ko'rishguncha salomat bo'ling. Omon bo'ling.